Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim kechiktirib bo'lmaydigan mavzuni tushuntiraman. 1 iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovlari yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkin. Bu gap hammani xavotirga solishi tabiiy. Chunki pensiya ko'pchilik oilalar uchun asosiy daromad manbai. Men bugun kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga bu talab tegishli emas, qanday hujjat tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, pensiyani to'xtatib qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish kerakligini oddiy tilda batafsil tushuntiraman. Iltimos, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamga vaqtida yetib bo'lsa, ular pensiyasiz qolib ketish xavfidan qutuladi. Avval tartib qanday edi? Ko'p holatlarda pensiya tayinlangandan keyin fuqaro har oy o'z pulini bank kartasi orqali yoki naqd shaklda olib yurardi. Ayrim toifadagi pensionerlar, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, chet elda vaqtincha yashab kelayotganlar yoki ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar ma'lum vaqt oralig'ida o'z holatini tasdiqlovchi hujjat topshirishi kerak bo'lardi. Lekin amaliyotda ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmasdi. Kimdir menga pensiya tayinlangan, demak umrbod kelaveradi deb o'ylaydi. Kimdir bank kartaga tushayotgan pulni ko'rib, pensiya jamg'armasi yoki mahalla bilan aloqa qilishni unutadi. Kimdir o'qish joyidan ma'lumotnoma olib kelish kerakligini bilmaydi. Kimdir nogironlik muddati tugaganini sezmay qoladi. Natijada tizimda shubhali yoki tasdiqlanmagan holatlar ko'payadi. Endi nima o'zgaryapti? Yangi tartibning maqsadi shuki, pensiya yoki nafaqa faqat haqiqatan ham huquqi bor odamga to'lanishi kerak. Davlat pulni adolatli taqsimlash uchun ma'lumotlarni yangilaydi. Elektron bazalarni solishtiradi. Fuqaroning tirikligi, yashash manzili, o'qish holati, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqi, vasiylik yoki ishonchnoma asosidagi to'lovlar to'g'riligini tekshiradi. Agar bazada ma'lumot eskirgan bo'lsa yoki talab qilingan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, pensiya birdaniga butunlay bekor qilinmaydi. Lekin vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu juda muhim farq. To'xtatilishi boshqa, bekor qilinishi boshqa. To'xtatilgan pensiyani hujjatlar to'lib bo'lgandan keyin tiklash mumkin. Lekin kechikish odamni bir necha hafta yoki oy daromadsiz qoldirishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 19 yoshli talaba otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U maktabni tugatib, kollej yoki universitetga kirgan. Avvalgi ma'lumotnomasi eski bo'lib qolgan. Agar u 1 yilgacha yoki belgilangan muddat ichida o'qiyotgani haqida yangi ma'lumotnoma bermasa, tizim uni endi o'qimayapti deb qabul qilishi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtaydi. Aslida u huquqini yo'qotmagan, lekin hujjat tasdiqlanmagan. Shuning uchun pul kelmay qoladi. Birinchi navbatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oila a'zolari e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa 12 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar. Qonunchilikda bunday farzandlarga ma'lum yoshgacha odatda kunduzgi ta'lim o'qishi tasdiqlansa, pensiya to'lanishi mumkin. Lekin men o'qiyman degan og'zaki gap yetmaydi. O'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ma'lumotnomada talabaning familiyasi, ismi, ota-onasining ismi, tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi nomi, ta'lim pichoqlik kursi, o'qish muddati va hujjat berilgan sana aniq ko'rsatilishi kerak. Agar bola sirtqi yoki kechki ta'limda o'qisa, har doim ham pensiya huquqi saqlanmasligi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Talabaman-ku deydi, lekin ta'lim shakli kunduzgi emas bo'lsa, pensiya jamg'armasi boshqa qaror chiqarishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, bunday odam har oy komissiyaga boravermaydi. Lekin nogironlik muddati 1 yilga, 2 yilga yoki aniq sanagacha berilgan bo'lsa, muddat tugashi bilan qayta ko'rikdan o'tish kerak. Masalan, fuqaroning nogironlik muddati 3 iyunda tugadi. U avgustda borarman deb yurdi. Iyul oyida tizimda uning nogironlik maqomi tasdiqlanmagan bo'ladi. Shunda to'lov to'xtashi mumkin. Keyin u qayta tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik uzaytirilsa, hujjatlar asosida pensiya qayta tiklanadi. Lekin bu orada dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun pul yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, nogironlik muddati tugashini kutmang, kamida 1 oy oldin poliklinika.
oilaviy shifokor yoki tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi bilan bog'laning. Uchinchi toifa pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Masalan, pensiyon yoshi katta o'zi bankka bora olmaydi. Pensiyani o'g'li yoki qizi olib beradi. Yoki pensioner boshqa viloyatda, chet elda uzoq muddat davolanishda bo'lishi mumkin. Bunday holatda ishonchnoma muddati pensionerning tirikligi va uning roziligi juda muhim. Agar ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa yoki pensionerning holati tasdiqlanmasa, to'lovlar tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda davlatning maqsadi oddiy, vafot etgan odam nomidan pensiya olinmasin. Yoki pensionerning o'zi bilmagan holda boshqa odam pulini olmasin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Bu qishloqda yashaydi. Kartasi nevarasida bo'ladi. Nevara pulni yechadi. Lekin bu pullar to'liq kelayotganini bilmaydi. Shuning uchun yangi tartib bunday xavflarni kamaytirishga qaratilgan. 4-toifa chet elda bo'lib turgan pensionerlar. Agar fuqaro uzoq vaqt O'zbekistondan tashqarida yashayotgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi va to'lov tartibi alohida tekshirilishi mumkin. Ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlovchi hujjat, konsullik tasdig'i yoki boshqa ma'lumotlar talab qilinadi. Masalan, pensioner Rossiyada farzandlarnikida keks oy yashab qoldi. Bank kartasiga pensiya tushyapti. Lekin tizimda uning doimiy yashash holati yoki tirikligi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lov xavf ostida qolishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'z holatini oldindan aniqlashtirib olish kerak. 5-toifa manzili o'zgargan, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan pensionerlar. Ba'zan odam boshqa tumanga ko'chadi, propiskani o'zgartiradi, pasportini ID kartaga almashtiradi, familiyasini o'zgartiradi, lekin pensiya organlariga xabar bermaydi. Elektron bazalar hamma vaqt bir kunda yangilanmasligi mumkin. Shunda ma'lumotlarda nomuvofiqlik chiqadi. Masalan, bankda boshqa pasport seriyasi, pensiya jamg'armasida eski pasport, mahallada yangi manzil turadi. Bu shubhali holat sifatida ko'rinishi mumkin. To'lov darhol bekor bo'lmasa ham fuqaro chaqirtiriladi yoki ma'lumot yangilash talab qilinadi. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, O'zbekistonda yashasangiz, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, hech qanday ishonchnoma orqali pul oldirmasangiz va sizdan alohida ma'lumotnoma talab qilinmagan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Men sizga baribir mahalladagi ijtimoiy xodimdan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan ma'lumotlaringiz joyidami deb bir marta so'rab qo'yishni maslahat beraman. Chunki tizimdagi bitta xato ham odamni ovora qilishi mumkin. Masalan, 52 yoshli otaxon pensiyasini har oy kartadan oladi. U O'zbekistonda yashaydi, hujjatlari joyida, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi emas, oddiy yoshga doir pensiya. Bunday holatda yangi o'qish ma'lumotnomasi yoki nogironlik tasdig'i unga tegishli emas. Lekin kartasi o'g'lida bo'lsa, o'g'li chet elda bo'lsa, otaxon puldan bexabar bo'lsa, bu endi boshqa masala. Tizim bunday holatlarni ham tekshirishi mumkin. Yana bir misol, orin yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Yaqinda ID karta oldi, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Pensiya tushishda davom etishi mumkin. Lekin bir kuni bank operatsiyasida muammo chiqadi. Shuning uchun pasport almashganda bankka ham kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga ham yangi ma'lumotni yangilatish kerak. Bu ish 10 daqiqa vaqt oladi. Lekin keyin bir oy yugurishdan saqlaydi. Ko'pchilik yangi ma'lumotnoma deganda bitta yagona hujjatni tushunib qoladi. Aslida vaziyatga qarab ma'lumotnoma turi har xil bo'ladi. Talaba uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak. Nogironlik pensiyasi uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak. Ishonchnoma orqali pensiya olishda notarial ishonchnoma va pensionerning holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak. Chet elda yashayotganlar uchun konsullik tasdig'i yoki tiriklikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Vasiylik yoki homiylik holatida vasiy tayinlangani haqidagi qaror, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi. Oila tarkibi yoki boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Demak, hamma bir xil qog'oz ko'tarmaydi. Eng to'g'ri yo'l avval o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki kompensatsiya to'lovimi? Shundan keyin aynan sizga qaysi hujjat kerakligini so'rang. Aks holda odam keraksiz joyga boradi, noto'g'ri ma'lumotnoma oladi, vaqt yo'qotadi. Oxirida pensiya borib to'xtab qolishi mumkin. Birinchi vaziyat, Dilshod 20 yoshda.
universitetning kunduzgi bo'limida 2 kursda o'qiydi. U otasidan ayrilgan onasi bilan yashaydi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan oyiga ma'lum miqdorda pul oladi. O'tgan yili sentabrda universitetdan ma'lumotnoma olib topshirgan. Bu yil esa men hali ham o'qiyman, o'zlari biladi deb yuribdi. Lekin pensiya jamg'armasi uchun eski ma'lumotnoma yangi o'quv yilini yoki davom etayotgan o'qishni tasdiqlamasligi mumkin. Agar undan 1 iyulgacha yangilangan ma'lumotnoma so'ralgan bo'lsa va u topshirmasa, iyul oyidagi to'lov to'xtashi mumkin. Bu oilada kommunal to'lovlar va ijara aynan shu pulga bog'liq bo'lsa, oqibat og'ir bo'ladi. To'g'ri harakat qanday? Dilshod dekanatga boradi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oladi. Unda sana va muhr borligini tekshiradi. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki elektron xizmat orqali yuboradi. Ikkinchi vaziyat, Mohira opa 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Nogironlik muddati 1000 iyulga qadar belgilangan. U dard bilan yurib, hujjatni unutib qo'ydi. Iyul boshida karta balansini tekshirsa pul tushmagan. Bankka boradi. Bank biz bilmaymiz, pensiya jamg'armasidan so'rang deydi. Pensiya bo'limi esa nogironlik muddati tugaganini aytadi. Mohira opa qayta tibbiy ko'rikdan o'tadi. Lekin bu jarayon bir necha kun emas, ba'zan haftalab davom etadi. Agar u may oyidayoq oilaviy shifokorga murojaat qilganida analizlar, yo'llanma, komissiya sanasi oldindan tayyor bo'lardi va pensiya uzluksiz davom etardi. Uchinchi vaziyat, Abdulla aka 72 yoshda, pensiya kartasi qizda. Qizi boshqa shaharda ishlaydi. Har oy pulni yechib otasiga yuboradi. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin ular buni sezmagan. Bir tekshiruvda pensioner pulni o'zi olayotgani tasdiqlanmagan deb chiqadi. To'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bunday holatda qizi notariusga borib yangi ishonchnoma rasmiylashtirishi, otasining roziligi va tirikligini tasdiqlovchi tartibga amal qilishi kerak. Eng yaxshi yo'l esa imkon bo'lsa pensionerning kartasi o'zida bo'lsin. SMS xabarini u kishining telefoniga ulangan bo'lsin. Har bir yechim shaffof bo'lsin. 4-vaziyat, Sevara ismli ayol turmush o'rtog'idan ayrilgan, 2 farzandiga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzandi 19 yoshga to'lgan va o'qishga kirmagan, kichigi esa maktabda o'qiydi. Sevara opa 2 bolamga ham avvalgidek pensiya keladi deb o'ylaydi. Aslida katta farzandning huquqi o'qish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar u kunduzgi ta'limga kirmagan bo'lsa, uning ulushi to'xtatiladi. Kichik farzandniki esa davom etadi. Bu yerda hamma to'lov to'xtaydi degani emas. Har bir oluvchi bo'yicha alohida huquq tekshiriladi. Eng muhim nozik jihat shuki, pensiya to'lovining to'xtatilishi har doim ham odam huquqini yo'qotdi degani emas. Ko'pincha bu hujjat tasdiqlanmagani, ma'lumot yangilanmagani yoki bazalarda nomuvofiqlik chiqqani uchun bo'ladi. Hujjat to'liq topshirilgandan keyin to'lov tiklanishi mumkin. Lekin tiklanish tartibi va o'tgan davr uchun to'lov masalasi har bir holatda alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun keyin topshiraman, baribir berishadi deb beparvo bo'lmang. Qog'ozbozlik kechiksa, pul ham kechikadi. Yana bir nozik masala, og'zaki aytilgan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Mahalladagi tanish xodimga aytib qo'yish, bankdagi operatorga tushuntirish, dekanatdagi mas'ulga telefon qilish yetarli emas. Sizning huquqingiz rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjatda imzo, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma elektron shaklda berilgan bo'lsa, uning QR kodi yoki tekshiruv raqami bo'lishi mumkin. Hujjatni topshirgach, qabul qilindi degan belgini, ro'yxat raqamini yoki ariza nusxasini saqlab qo'ying. Ertaga siz topshirmagansiz desa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Yana bir xato, odamlar faqat pensionerning o'zi borishi kerak deb o'ylaydi. Ba'zi holatlarda vakil orqali murojaat qilish mumkin, lekin vakilning hujjati, ishonchnomasi va shaxsi aniq bo'lishi kerak. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, og'ir kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, mahalla ijtimoiy xodim yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, qanday tartibda tasdiqlash mumkinligini so'rash kerak. O'zi bora olmaydi. Demak, pensiya to'xtasin degan yondashuv bo'lmasligi kerak. Lekin buning uchun oila a'zolari faol bo'lishi shart. Chet eldagi fuqarolar uchun yana bir muhim nuqta bor. Boshqa davlatda berilgan hujjat har doim ham oddiy ko'rinishda qabul qilinmaydi. Ba'zan tarjima, notarial tasdiq, konsullik tasdig'i yoki apostil talab qilinishi mumkin. Bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvga va hujjat turiga bog'liq. Shuning uchun chet eldan hujjat yuborayotganlar oldindan pensiya jamg'armasidan aynan qanday shaklda qabul qilinishini
aniqlash kerak. Aks holda hujjat keladi, lekin talabga javob bermaydi deb qaytariladi. Yana bir nozik jihat. Bank kartasiga pul tushmay qolsa, ayb har doim bankda bo'lmaydi. Bank faqat to'lovni qabul qiladi va karta orqali beradi. Agar pensiya jamg'armasi to'lovni yubormagan bo'lsa, bank pulni yaratib bermaydi. Shuning uchun birinchi tekshiruv. Karta bloklanmaganmi? Bankda texnik muammo yo'qmi? Ikkinchi tekshiruv. Pensiya jamg'armasi to'lovni yuborganmi? Uchinchisi, sizning pensiya huquqingiz bo'yicha hujjatlarda muammo yo'qmi? Mana shu ketma-ketlik bilan harakat qilsangiz, masalani tezroq topasiz. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Bugunoq nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangizdagi pensioner qaysi turdagi pensiya olayotganini aniqlang. Pensiya daftarchasi, bank SMSlari, pensiya jamg'armasi xabarnomalari yoki avvalgi qaror hujjatlarini ko'ring. Agar yoshga doir pensiya bo'lsa, alohida talab bormi yo'qmi shuni tekshiring. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, nogironlik muddati qachon tugashini yozib oling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, oluvchilarning yoshi, o'qish holati va ma'lumotnoma muddati muhim. Ikkinchi qadam, hujjatlarning amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID karta yangimi? Familiya o'zgarganmi? Manzil o'zgarganmi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Nogironlik xulosasida qaysi sana ko'rsatilgan? Talabaning ma'lumotnomasi aynan hozirgi davrni qamrab oladimi? Masalan, 2023 yilgi ma'lumotnoma 2024 yoki 2025 yil uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat qanchalik yangi bo'lsa, shunchalik yaxshi. Uchinchi qadam, kerakli joyga murojaat qiling. Talabalar o'qish joyining dekanati, registrator ofisi yoki kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oladi. Nogironlik bo'yicha oilaviy poliklinika, davolovchi shifokor va tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga amal qilinadi. Ishonchnoma uchun notariusga boriladi. Chet elda turganlar konsullik bilan bog'lanadi. Umumiy pensiya masalalari bo'yicha esa tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron davlat xizmatlari portaliga murojaat qilish mumkin. 4-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovlari uzluksiz davom etishi uchun o'qish joyimdan berilgan ma'lumotnomani taqdim etyapman. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgani haqidagi xulosani pensiya hujjatlarimga qo'shib qo'yishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR telefon raqami, yashash manzili va pensiya turi ko'rsatilsa, xodimlar ham tezroq topadi. Hujjat topshirganda nusxa olib qoling. Rasmga oling yoki qabul qilinganligi haqida belgi oldiring. 5-qadam. Iyulni kutmang. Eng katta xato shuki, odamlar muddat kelganda harakat qiladi. Muddat kelgan kuni hamma navbatga turadi. Telefonlar band bo'ladi. Xodimlar ulgurmaydi. Hujjatlarda xato chiqsa tuzatishga vaqt qolmaydi. Siz esa hozir tekshirsangiz, xato bo'lsa ham tuzatishga imkon bo'ladi. Masalan, ma'lumotnomada ta'lim shakli yozilmagan bo'lsa, qaytadan oldirasiz. Nogironlik komissiyasiga yo'llanma kechiksa, shifokor bilan oldindan gaplashasiz. Pasport ma'lumotlari mos kelmasa, bankda yangilatasiz. 6-qadam, oiladagi yoshi katta odamlarni yolg'iz qoldirmang. Ko'p pensionerlar telefon orqali kelgan xabarni tushunmaydi. Elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Borib so'rashga uyalaman deydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berish kerak. 1 soat vaqt ajratib. Buvingiz yoki otangizning hujjatlarini ko'rib bering. Kartaga pul tushyaptimi? SMS kimning telefoniga keladi? Ishonchnoma bormi? Pasporti yangimi? Manzili to'g'rimi? Shularni tekshiring. Bugungi 1 soat ertangi katta muammoning oldini oladi. Agar iyul oyida yoki undan keyin pensiya tushmay qolsa, vahima qilmang, lekin darhol harakat qiling. Avval bankdan karta holatini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, to'lov nima sababdan to'xtatilganini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlang. Nega pul tushmadi deb umumiy so'ramang. To'lov to'xtatilishining aniq asosi nima? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddat ichida topshirishim kerak deb so'rang. Shunda javob ham aniq bo'ladi. Agar sabab o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, o'qish joyidan hujjat olib boring. Agar sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ko'rik jarayonini boshlang. Agar sabab ishonchnoma bo'lsa, notarial tartibda yangilang. Agar sabab ma'lumotlar bazasidagi xato bo'lsa, pasport, JSHR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati. Manzil ma'lumotlari orqali tuzatish kiritishni so'rang.
Har bir murojaatingizdan keyin ro'yxat raqamini saqlang. Agar masala cho'zilsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish uchun dalilingiz bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga tezlashtirib beraman deb pul bermang. Pensiya hujjatlarini rasmiy tartibda topshirish kerak. Agar sizdan noqonuniy haq so'ralsa yoki hujjatingiz sababsiz qabul qilinmasa, rasmiy shikoyat qiling. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, uni pul bilan emas, hujjat bilan himoya qilasiz. Har bir fuqaro o'z pensiyasini vaqtida olishga haqli. Lekin buning uchun belgilangan tasdiqlovchi ma'lumotlarni ham vaqtida taqdim etish shart. Demak, iyuldan boshlab asosiy xavf shunda. Ma'lumotlar yangilanmagan, zarur ma'lumotnomani topshirmagan, nogironlik muddati tugagan, o'qish holatini tasdiqlamagan yoki ishonchnomasi eskirgan fuqarolarning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu hamma pensionerlarning pensiyasi bloklanadi degani emas. Lekin kimning hujjatida noaniqlik bo'lsa, o'sha odam xavf guruhida. Men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, kerakli ma'lumotnomani oling. Pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtiring va qabul qilingani tasdiqlovchi dalilni saqlang. Shunda pensiyangiz uzluksiz davom etadi va ortiqcha asab, navbat yugur bo'lmaydi. Agar sizning oilangizda talaba, nogironligi bor fuqaro, ishonchnoma orqali pensiya oluvchi yoki chet elda yashayotgan pensioner bo'lsa, bu videodagi gaplarni albatta ularga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda bunday ma'lumotnoma so'ralyaptimi? Pensiya bo'yicha qanday muammo uchrayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish bir oilani pensiyasiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.